Kanlar xeyirlik bolsun. Bugun men sizlarga 70-nettinchi yillari Turpanning ma'lum bir yerda haqiqiy yuz bergan bir voqeani so'zlab beray. Shu yillari bir mahallada intayin inoq ichil yashaydigan bir jup ayol bor ekan. Bu ayollar bir kuni chinqi tush vaqtida o'ylasida o'tnasa, sirtdan ayolining ismini chaqirgan bir ovoz anglanibdi. Ayoli berib darvozani ochib, sirtda hech kim yo'qligini, lekin bu ovozning to'xtamay anglanayotganligini bayqabdi. Shu kundan e'tiboran bu ayol g'alati bo'lishga boshlabdi. Eti zeriqda ish qilib etib, mush soyliq tarafga qarab birdan turib etgandan keyin, "Ha, to'xtanglar, men hozirla boray ha" deb soyliqqa qarab qochdi ekan. Eri bu ayolga yetish bo'lolmay, tutib bo'lolmay qolib qoldi ekan. Shunday qilib mahaldagilar bu ayol ikkisining oldi-keyni bo'lishib soyliq tarafga qarab qo'g'lashib ketayotganligini ko'rib, "Ang bishida bu ishga urushib qolgan o'xshaydi" deb o'ylabdi. Bu ahvol bir necha qitim takrorlanavergandan keyin mahalladagilar eridan "Bu nima ish?" deb so'rabdi. Eri bize xijil bo'lib qilib haqiqiy ahvolni mahaldagilarga aytmabdi. Keynidan ayolning ahvoli borgan sir ig'irlashib, har kuni degdek soyliqqa qochadigan bo'lyapti. Hatto bu ahvol bir kunda bir necha qitim takrorlandi ekan. Mahalladagilar yana bir qitim so'rgan vaqtda amalsiz haqiqiy ahvolni aytib beribdi. Aytishicha, ayolining yonida 5-6 ta g'oyib do'stlari bormish. Shu do'stlari bu ayolni har kuni soyliqqa chaqiramish. Bu jarayonda u ayol necha qitim soyliqqa qochib ketib, yo'qolib ketibdi. Mahaldagilar hiliqi bilan birlashib bu ayolni izlash jarayonida soyliqning ma'lum bir yerdan bu ayolni oldiga bir muncha toshlarni radlik qilib tizib o'ltirgan holatda bayqabdi. Lekin odamning aqli yetmaydigan yeri shuki, hech qanday suv yo'q u yerda bu ayol bayqalgan vaqtda usti-beshi chiliq-chiliq yo'lib ketgan holatda tepildi ekan. Çoğunlar məsləhətlişib, bu işə bir amal qılaylı, doktor tapaylı deb bir neçəylə başqa bir mahalləyə yerlik doktor izləb mengibdi. Bu jarayonda bular odamsiz bir jangallıqdan g'alati bir buvayni uchirtib qopdi. U buvay bularninki safarning maqsadini bilgandan keyin u ayolni men davolay olayman deb bular bilan birlikda mahallaga kelibdi. Bu jarayonda mahalladagilar hiliqi buvayning ayolni qanday davolaydiganligini ko'rib boqmoqchi bo'lib, hiliqi ayolning qurosiga nurg'ulg'an odam yig'ilib ketibdi. Көйгүчілерінің айтып берішчә, хилқы буайның тәқи тұрқи наайты ғалитіке. Бойы интайын пака. Чаш сақаллары оппақ оқарған һәм uzun. Чырайды болса бір талмы қорық yok. Bu буайның көзлері шүнчелік сырлық, адамларға қарашлары бәкмі ғалитіке. Буай өйге кіріп, хилқы аялға, әмді әрдісі әр әмәз, аялдысы аялныңкіге оқшымайдыған интайын инчікі бір авазда, ешкім аңлап бақмаған ғалиті бір тылда bu ayalға bir neçə iğiz kəqibdi. Odatda o'zining eridan boshqa hech qanday odam bilan paranglashmaydigan hiliqi ayol buvayning gaplarini anglab, esa deb yig'lab ketibdi. Ondan haqiqiy ahvolni tushungan bu buvay mahalladagilardan to'qim to'qilgan bir eshak va 2 non, bir qopoq suv berishni talab qilibdi. Mahalladagilar buvayning talabini o'rnab bo'lgandan keyin nimish bo'lganligini so'rasa, buvay mundaq javob beribdi. Jangalistondagi palonchilar bilan Qiyanqirdagi pokonchilar uydan chiqib ketibdi. Men berib shular bilan ko'rishib kelay, debla esekni minginicha soyliq tarafga qarab ketibdi. Shu kun kechda u buvay holsirgan, mag'dursizlangan holatda mahallaga qaytib kelib, jangalga cho'ng bir parcha o't tushibdi. Palonchilar bilan pokonchilar bu o'tni izlab bu mahallaga kelib qilib, bu ayolni bizning o'timizni mush o'g'irlab olgan deb qarab, soyliqqa opirib so'roq qilibdi. So'roq jarayonida bu ayol ularning gaplarini tushunmay kulib ketibdi. Şuna bilan ulamda qarab yiqib, bu ayolning shunchalik oq ko'ngil pokis ekanligini bayqab, do'sib qopdi, debdi. Keynidan hiliq ayolning erini chaqirtib, ayolingiz hiliq do'stlardan qat'iy ayirlanmaydi-ekan, yana balkim soyliq tarafga qarab qichishi mumkin. Men darvozaga bir narsa bog'lab qo'yay deb, yanchiqdan kichik bir tonni chiqiribla darvozaning bir yeriga bog'lab qo'yibdi. Shundan e'tiboran bu ayol murastilla talaga chiqmabdi. Anadikin vaqtning o'tishiga ergishib, bara-bara yaxshi bo'lib saqayib qopdi. Shu yili mahallada to'plashib o'rtaga ayollar bu og'rib saqaygan ayolni orsiq ilib, shu vaqtda sizning ko'zingizga nima ko'rinadi deb so'rabdi. Hiliq ayolning aytib berishicha, har kuni o'zini chaqog'ili kelgan hiliqi 5-6 deylarning uchi-beshi shunchalik pokiz, kiyimlari ratlik, kiyimiga bir talmo chang to'zon qo'nmagan, intayin chiroyli ham adablik odamlarmish. U odamlar bu ayolni taklif qilib, intayin hashamatlik bir uyga boshlaydi ekan. Anadikin oldiga dostixon soldi ekan, bu dostixonda bu ayol ko'rib boqmagan turlik tuman noz-ne'matlar bor ekan. Hiliqi kishilar bu ayolga uningdan yeslab, buningdan yesizlar deb shunchalik iltifot ko'rsatdi. Mahalladagilar hiliqi sirliq buvayni "Ajab yomon buvay ekan, mush ayolni saqaytibatdi" deb qaytadan bir izlab boqmoqchi bo'lib surishtisini qilibdi.
Ayni vaqtda hiliq buvay o'zining ismini deb berganki, lekin bu surishti qilish jarayonida u mahaldagilarning hech qaysisi u buvayning ismini esləyənməpdi. Hattoki nurg'unlagan kishilar u buvayning taqturqini esləyənməydi ekan. Mahalladagi bir nechalarning sus isida qilishi bo'yicha aslab, ondaraqdi, mundaraqdi deb yurib, quloqdan quloqqa anglanib, men bu yerdan sizlarga tasvirlab bergan tasvir bo'yicha qolib qolgan ekan. Shu vaqtlarda shu yeziga chiniqishga tushgan bir ziyoli kadr bu ahvollarning hammasini o'z ko'zi bilan ko'rib ham anglab, bir necha parcha xotirlarni qoldiribdi. Andan keyin Urumchiga qaytib borgandan keyin bu to'g'risida izdinish ilib berib, meditsina ilmi bo'yicha buni ro'yi kasallik deb tadqiq qilib, nurg'un ilmiy maqolalarni yozibdi va mukofotlarga erishibdi. Hozir u kadr amdi Urumchida professor bo'lib ketibdi. Bu hikoyada odamning hammadan bek qalısını o'tmaydigini, heliqi buvay bilan heliqi ayolning har qitim sayliqdan tepilgan vaqtda mush kiyimlarining chiliq-chiliq yo'lib ketishi. Men o'zimcha xiyol qilib, heliqi ayol yo'qab ketib, berib kelgan ya, mush suv ostidagi bir shaharmiki deb o'ylab qoldim. Men mushtaqroq o'yildim hamdi. To'rdoshlar sizlar qanday o'yildinglar? Fikringlarni pinglunchiga yozib baqsanglar bo'ldi. Birinchi hikoya tugdi. İkinci hikoyani so'zlab bergan to'rdashning boshlang'ich o'qiyotgan vaqtlarga bir yil yozliq ta'tilda ma'lum bir nohiyaning yezisidagi tuqqunning uyiga beribdi. Shu kuni kechda ularning uyida shu tuqquni ham ularning bolalari ham bu bola shu bir necha yildan yetib qolibdi. U vaqtlarda bu yezlarga to'xtatilmagan mezgillarga shunga hiliqi jinchiroqni o'chirib yetib yozsa bu uyning ichining qorong'uligidan endi qo'lni so'zsa ma 5 qo'lni iniq ko'gil bo'g'siz darajada ashta qorong'u ekanda. Yerim kechida bu uyning eshigining g'ich qilib ichilishi bilan tang bu to'rdishimizmi uyg'onib ketibdi. Eshikdan shunchalik yo'g'on bir mushuk kiribdi, uning keyindan 4-5 odatdagi mushuk kirib, heliqi cho'ng mushukni o'ttirg'i ilib cho'rdab turibdi. Bu jarayonda bu bolaning yana bir navri insim uyg'onibdi. Shuning bilan heliqi mushukka hayva qilib, vaqirab atrofidagi bir narsalarni itib qismi bu mushuk qat'iy bir g'ing-ping qilmay heliqi kichik bolaga tikilib qarab turaveribdi. Heliq kichik bola azroq qo'rqib qoldimi qandaq, mush opisini silkib vaqirab uyg'otib yiqibdi, lekin bu opisi shunchalik qattiq uxlab qolgandek, ozroqmi bir uyg'ondigandek emasga. Ondan ma bolaning qishig'i yugurib kelib, "Aka, qo'pa" deb bu bolani uyg'otib yiqibdi. Bu bolaning ko'zi ochiqga, lekin badanini midirilolmaydi ekan. Bu yerdagi yana bir g'alati ahvol, heliq mushuklarning badanidan xuddi nur tarqayotgandek, bu qorong'ulikning ichida heliq 5-6 mushuk intayin aniq ko'rinib turdi ekan. Yeni bir yeri bu uyning yog'och ishigi shunchalik qilin ham ig'ir ekan. U mushuklar emas, bir yo'g'aroq odammo noyit tasda ochilgan u eshiklarni. Heliq navri inisi eshikni uyg'otmagandan oxir bo'lmay yostiqni shu mushukka qartib etibdi. Bu qitim heliq cho'ng mushukning ochiq kelib qolgandek, heliq kichik bolg'a birini olib yetib, heliq bir necha kichik mushukni agashtirib eshikdan chiqib ketibdi. Atsi bu to'rdosh uyg'onib, oqshom meni baqqor yesib ketibdi deb ko'rganlarni uydagilarga deb bersa, heliq navri inisi "Voy bu sening tushing emas, bu haqiqiy bo'lgan ish" debdi. Bu ishni bu to'rdosh toki hozirgacha qo'ldan o'tkazolmaydi ekan. Ikkinchi hikoyam tugdi, yoqtirgan bo'lsanglar yurakni besib yetib, do'stlaringlarga avatib qo'yishni unutib qolmanglar, xayr xo'sh.